Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun 9-iyun. Bugun ishdan ertaroq kelib, shu bir dehqonchiliklardan xabar olay deb keldim. Yakshanba kuni suv qo'ydik. Hozir bugun 2 kun bo'ldi уже. Makkalar holati. O'zgarish yaxshi, ancha. Ko'rishingiz ham mumkin. Ichkariga kirib ham ko'raveramiz. Loy ekan. Har holda ko'rsa bo'ladi deblar. Mana makkalar. Xudo xolasa o'ti yo'q. O'tni cho'q tashladim. Ko'rishingiz mumkin. Qop-qora bo'lib, chiroyli bo'lib qoldi. Mana buni ham ko'rishingiz mumkin. Har bittasini ildizi. Ildizi ham ancha baquvvat. Hop, bir marta selitra soldim. Endi 40 sotik bo'lsa jami 6 qop selitra soldim. Mana shu kunlarda suv qo'yishdan oldin. Hozir odam bo'yi bo'lib qoldi makkalar. Endi yana qanaqadir dori solish kerakmi? Kim qanday maslahat beradi? Yoki mashinadacha qoladimi? Yoki dori solish kerakmi? Marhamat, kommentariyada yozinglar.